Bugun Unique Academy'ning Jalaquduq filialida Coin Challenge'imizni davom ettiramiz. Qani ketdik. Coin Challenge qilamiz. Sizlar 10 ta so'zni 10 sekund ichida aytib bersanglar 5 coin beramiz. 1 2 3 ketdik. Help, learn, tiger, watch, read, book, library, language, ask, agree, green. Okay, vaqt tugab qoldi. Aytib ko'rasizmi? Qani ketdik. Agree, ask, help, each, eagle, egg, like, tent, hope, decide. Okay, malades. Ulgurdingiz. Okay, 5 coin. Qani ketdik. I, you, we, they, he, she, it. Ask, tell, you. Ask, tell, can, should, have. Okay, yaxshi. 5 coin. Adventure, along, among, attention, understand, look, go, sleep, went. Bo'ldi. Oxirgisini o'rganmay qoldingiz. Endi jazolanayotgan o'quvchilarimizga boshqacharoq imkoniyat beramiz. Ular darajasi balandligi uchun endi shartni o'zgartiramiz. 5 sekundda aytib berish kerak 10 ta so'zni. Qani, opaxon, ketdik. Alaykum. Yaxshimisiz, yaxshimi? Rahmat. To'xtang. Yo'q, kelin videoda men aytaman, lekin. Aytingiz qani? Boshlayman hozir. Voy, to'xtang. 1 2 3 ketdik. Dog, pen, pencil, house, tree, flowers, tree, road, car, Voy, car. o'rganmadingiz. Ne? O'tib ketib bo'libdi o'zi. 7tada nechta aytdim? Yep. Boshlang. Nevertheless, alternative, essential, enhance, absorb, absorb. Vaqt o'tib ketdi. Okay, thank you. Moreover, addition, capable, capacity, reasonably, reason, answer, question, reserve, preserve, apple, cucumber. Vaqt o'tib ketdi lekin. Bu guruhimiz jazolanishda davom etadi va biz keyingi challenge'imizni Yangi bozorda Andijon filialimizda davom ettiramiz.